Ba'zi ayollarni ko'rdingizmi? Yoshi o'tgan sayin go'zallashib, yanada ham jozibador bo'lib boradilar. Ularning go'zalligi yanada chuqurlashadi. Bu go'zallik do'konlarda sotiladigan biror narsadan emas, boshqalar kabi tezkor yorqinlikda ham emas. Bu go'zallik ruhdan keladi. Yuzlarida va boqishlarida aqlli bir ifoda bordir. O'zini tutishi juda ham sokindir. Ular biror xonaga kirgan paytlari menga boqing deyish uchun hech narsa qilmaslar. Ammo har kimning e'tibori ularda. Ularning energiyasi yuqori. Insonlarga huzur beradi va insonlar ularni hurmat qiladi. Bunday ayollar bu go'zallik uchun ongli ravishda harakat qiladilar. Vaqt o'tgani sari sekin-sekin buni o'rganadilar. Haqiqiy go'zallik silliq teri yoki eng so'nggi modadagi kiyimlarda emas. Haqiqiy go'zallik inson ichidagi energiyadadir. Uning turishi va o'ziga bo'lgan ishonchidadir. Bu videoda ayollarning vaqt o'tgani sari yana ham go'zallashishi mumkin bo'lgan 6 sirni o'rganasiz. Agar bu sirlarni hayotingizda qo'llar ekansiz, katta o'zgarishlarning guvohi bo'lasiz. Insonlarning sizga qanday muomala qilishlari o'zgaradi. Ortiq men ularga yoqamanmi yoki yo'qmi deb o'ylamaysiz. Ozod bo'lasiz va eng asosiysi o'zingizni qanchalik yagona va jozibali ekanligingizni anglay boshlaysiz. Bir qancha ayollar buning sirini bilmaydilar. Ammo bilganlari hamon hamma narsa o'zgaradi. Hamma bizga har vaqt aytadigan gapi yosh qoling, jismonan mukammal bo'ling. Ammo asosiysi bu emas. Yoshi o'tgan ayol yosh bir ayoldan juda jozibali bo'la oladi. Qanday qilib? Chunki u o'zini juda yaxshi taniydi. Bir qancha yosh inson hali ham o'zini u qadar yaxshi bilmaydi. U ko'pchilikning, oilaning yoki boshqalarning nima istashini tushunmas. O'zini bilgan ayol esa bu insonlar ichida niqoblarini yechib, o'zlariga aylanishadi. Ular o'z qadr-qimmatini bilishadi. Doim boshqalarning sen yaxshisan deyishini kutmaydilar. U kim ekanligini biladi. Uning o'ziga ishonchi magnit kabidir. Yashab o'tgan umri unga juda ko'p narsani o'rgatgandir. Unday ayol nima istashini va nima istamasligini biladi. Shu sababli oz insonlarga ehtiyoji tushadi. Uning atrofida bir sir va nafislik bordir. Har qanday so'zni har yerda gapirmaydi. U odamlarning qiziqishini saqlab qolishni biladi. Qiziquvchanlik uning uchun yaxshi narsa ekanligini tushunadi. Chunki biladiki, insonlarni faqat tashqi ko'rinish o'ziga jalb qilmaydi. Insonlarni aslida jalb qiladigan narsa bu energiyadir. Nega? Ba'zi ayollar eng yoshi yoki eng mukammali emas, lekin ular hammani jalb qila oladi. Chunki ularning energiyasi juda quvvatlidir. O'zlariga ishonadilar. Har harakatlari va har so'zlari xotirjamlikdadir. Ayol kishi buni o'rgangan vaqtda odamlar ularga intiladilar. Uning borligi insonlarda qiziqish uyg'otadi. E'tibor so'rashning hojati yo'q. Uning energiyasi bu ishni bajaradi. Va eng go'zali nima bilasizmi? Bu narsani har ayol o'rganishi mumkin bo'lgan narsadir. Odamlarni sizga qaysi ko'zlar bilan qarashga majbur qila oladigan ilk sir. Birinchi sir. O'zingizni bilish makiyajdan ko'ra muhimroqdir. Insonlar sizni sochingizni, qiyofangizni, makiyajingizni ko'rmasdan avval ilk bora sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ko'radi. O'ziga ishongan bir ayoldan jozibaliroq kishi yo'qdir. Bu ishonch uning yurishida, gapirishida va uning o'zini tutishida yaqqol ko'rinadi.
O'zini tanigan ayol boshqalardan ma'qullashini kutmaydi. U bu ma'qullashni o'z ichidan qaror qiladi. Bu shunchaki uning mohiyati va yorqinligi kabi bo'ladi. O'zini bilish magnit kabi ishlaydi. Siz buni o'rganishingiz va yaxshilashingiz mumkin. Bir qancha inson ko'pchilik nima istasa, u maskani taqar va yashar. Lekin yoshi ulg'aygan sari go'zallashib borayotgan ayol bu maskani orqasiga boqib haqiqiy o'zini topadi. U soxta emasdir. Shu sababli insonlar unga ishonadi va jozibali deb biladi. Ular so'zlarida men qadrliman, nima istashimni bilaman va menga hech kimning roziligi kerak emas. Faqatgina insonlar buni ko'rmaydilar, his etadilar va bu energiya ularni juda kuchli tarzda tortadi.